voy. Alet! Gekko! Boshingizga tushsa gar tashvish yoki yechimi yo'q muammoli ish, qayg'urishga aslo yo'q hojat. Uchovlonga qiling murojaat. Maxfiy guruh qahramonlari doim sizga yordamga shoshar. Tezroq bo'linglar. Maxfiy guruh! Gekko va oydagi muammo. Yodingizda bo'lsin bolalar, ertaga kunning oxiriga qadar quyosh tizimining nusxasini yasab olib kelishingiz kerak. Voy zo'r. Bu seni loyihangmi? Ha. Voy. Bir kunda qanday qilib quyosh tizimini yarataman? Yana 8 ta sayyorani yasashim kerak. Quyoshni ham buni tugatguncha umrim o'tib ketadi-ku. Nima qilsam ekan, qiziq. Agar hammasini bir vaqtda emas, navbatma-navbat bajarsang, uddalaysan Greg. Shunda albatta o'z vaqtida ulgurasan. Ertaga sayohatga borishimiz yodingdami ishqilib? Diqqat, diqqat, qadrli o'quvchilar. Ertangi sayohat bekor qilindi. U yerdagi katta teleskop o'g'irlanibdi. Qiziq, teleskopni kim o'g'irlagan bo'lishi mumkin? Buni aniqlashning birgina yo'li bor. Maxfiy guruh doim yordamga shoshar. Shaharni tun qopladi. Maxfiy guruh esa yovuzlarning rejalashtirgan ishlariga nuqta qo'yish uchun oshiqadilar. Amaya o'z ko'rinishini aletga o'zgartiradi. Greg esa Gekkoga o'zgartiradi. Connor ham Catboyga aylanadi. Maxfiy guruh! Monitor xabar bermoqchi. Kelinglar ko'ramiz. Ko'rdingmi? Bu qanday nur bo'ldi? Balki bu yo'qolgan teleskop bilan bog'liqdir. Buni aniqlash lozim. Gekko mobilga minamiz. Yana o'sha nur. Olg'a! Voy qush ko'zlari. Yorug'lik manbayini ko'ryapman. Bu Romeoning ishi ekan. Yana poylay olmadim. Qurolimni biroz o'ngroqqa qarataman. Voy, chapga demoqchi edim. Qo'rqdingmi? Ana xolos. Bu o'g'irlangan teleskopmi? Qani ko'raylik-chi. Xo'jayin, mehmonlar kelishdi. Salom, maxfiy guruh a'zolari. Mana bu teleskopni izlab keldinglarmi? Uni nega o'g'irlading? Nega deganing nimasi? Koinotga lazerli o'q yaratish uchun. Lazerli o'q, qoyil maqom. Ya'ni nimani rejalashtirding? Oyga o'z suratini chizmoqchiman. Suratingni? O'ng tomondan ko'rinishimni yarataman. Shunda chiroyliroq ko'rinaman. To'g'ri. Butun dunyoni zabt etganimdan so'ng yuz tuzilishimni qandayligini hamma bilib oladi. Oyni to'g'ri nishonga olishni o'rgansangiz albatta. Shuning ustida ish olib boryapman. Unday qila olmaysan. Teleskopni qaytarchi. Ahmoq mushukcha, men istagan ishimni qila olaman. Ko'ramiz. Robot, ularni to'xtat. Voy! Gekko,
Ketboy, yordam ber. Men esa Romeoni o'q uzishiga to'sqinlik qilaman. Yana biroz chapga. Voy, senga ko'rsatib qo'yaman hali. Geko, biror nima qil. Nima qilay? Bir vaqtning o'zida ham nurni ham robotni to'xtata olmayman-ku. Alvido, qushcha. Voy! Men qolib ketdim, xo'jayin. Tezroq yuringlar, uni ortidan boramiz. Menga yetib olishni orzu ham qilmanglar, maxfiy guruh a'zolari. Bardam bo'linglar. Nima bo'ldi? Qo'rqdinglarmi? Meni quvib yetish oson emas ekanmi, ahmoqlar? Voy! Taslim bo'l, Romeo. Endi qochib qutula olmaysan. Ishonching komilmi? So'nggi kashfiyotimni ishga solish vaqti keldi. Laboratoriya sakrayaptimi? Kutmagan edingiz-a? Dushmanlarimni bir ko'chada qoldirishni yoqtiraman. Endi uni qanday qilib to'xtatamiz? Axir gekkomobil uchmaydi-ku. U binolarga yopishishni uddalaydi. Romeo bizdan qochib keta olmaydi. Ajoyib fikr bo'ldi. Mahkamroq ushlab olinglar. Oy qizi, bu yerda nima qilib yuribdi u? Parvonam Romeo rejasi haqida so'zlab berdi. Oyga tegishga hech kimning haqqi yo'q. Ularni o'rab olinglar. Hech narsani ko'ra olmayapman. Bu yerdan ketay. Ulardan uzoqlasha olmayapman. Endi teleskopni qaytara olmasligimiz aniq. Do'stlar, ishlarimiz chatoq. Teleskopni qaytara olmaymiz. Romeo, robot, lazer, oy qizi, hammasi bizga qarshi. Biz ozchilikmiz. Tushkunlikka tushma. Agar har birimiz bittadan muammoning yechimini topsak, hammasidan tezda qutulamiz. Birinchi navbatda parvonalardan xalos bo'lamiz. Qanday qilib? Balki o'zing urinib ko'rarsan. Ishonching komilmi? Nima qilishni bilolmayapman. Yaxshi, gekomobilni o'zim boshqaraman. Men esa parvonalarni haydab yuborishga harakat qilaman. Endi meni navbatim. Voy yo'q, hozir markazimizga urilib ketasizlar. Bayqush shamoli. Ehtiyot bo'l, ketboy. Voy! Voy, o'z markazimizga urilib ketishimizga 1 soniya qoldi-ya. Hammasiga men aybdorman. Barcha ishga birdaniga kirishmaganimda sizlarga yordamim tekkan bo'larmidi? Kechiringlar. Yordaming albatta tegadi. Yodingda bo'lsin. Katta muammolarni zina-mazina hal qilish kerak bo'ladi. Romeo esa muammolarimizning eng yiriga. To'g'ri aytasan. Menda bir fikr bor. Qahramonlarning navbati yetdi. Mana shunday. Biroz chapga burilib, o't otsak ham bo'ladi. Bu juda zo'r ish bo'ladi, xo'jayin. Bas qil, Romeo. Teleskopni yaxshilikcha qaytarishing uchun so'nggi imkonni beramiz. Diqqat, begona, diqqat, begona. Rahmat, bildim, bu katta kesak bo'ladi. Kelganing yaxshi bo'ldi bu qalamun. Oyga suratim chizilishini o'z ko'zlaring bilan ko'rasan. Marhamat, tomosha qil. Gekkoning super mushaklari. Voy, nima bo'lyapti? Voy, nimasi bu? Shunchaki baquvvat mushaklarimni ishga soldim. Menda robot va sakrovchi laboratoriya bor. Shunday ekan, sizlarda meni to'xtatish uchun hech qanday imkon yo'q. Men g'olib bo'ldim. Yo'q, meni vazifam seni chalg'itib turish edi. Ana endi rejamizning ikkinchi qismi. Kutmagandingiz, Romeo. Sizlar oy qizi bilan bir jamoadamisiz. Uning niyati ham seni to'xtatish. Oyni o'z holiga qo'y, Romeo, tushundingmi? Hech qachon. Menimcha rejamizning 3-bosqichiga o'tish kerak. Mamosiz. Robot, biror nima qilsang-chi. Qitig'im kelyapti.
ohanrabosidan hech kim qochib qutula olmaydi. Hatto sen ham, robot. Tan olaman. Farvonalar ham, oy qizi ham, robot ham band. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Gekkoning super mushaklari. Yashasin! Qoyil! Men vazirni teleskopsiz boshqara olmayman. Bo'ldi, yetar. Ketinglar endi. Qidirib kelyapti. Yo'qol. Qayerga sakrayotganingni bilasanmi, laboratoriya? Robot, teleskopni ulardan olib qo'y. Juda kech, robot. Super tezlik. Tayyor. Kuyishni boshladim. Voy, kuyishni boshladim. Bo'lishi mumkin emas. Hammasi tugadi, Romeo. Endi senga teleskop kerak emas. Seni masalang hal bo'ldi. Bosqichma-bosqich. Menda hali lazer bor. Nima qilyapsan, ahmoq qiz? Tashlab yubor uni. Nima deysan, shu? Voy yo'q. Bu safar sizlar g'olib bo'ldinglar. Men yana qaytaman. Meni kutib turing, xo'jayin. Oy qizi, biz sen bilan birga harakat qildik. Bizning jamoamizga qo'shila qol, yaxshi bo'lardi-yu. Men borishim kerak. Xayr, niqob kiygan ahmoqlar. Mana bo'ldi. Unchalik emas. To'g'ri aytasan. Mana bo'ldi. Teleskop o'z holatiga qaytdi. Maxfiy guruh, olg'a! Biz hammaga yordam hammaga yordam berishga berishga ulgurdik. Mana, bosqichma-bosqich harakat qilib, o'z loyihamni tayyorladim. Qaranglar. Voy, chiroqlar tomoshasi bo'libdi. Juda chiroyli. Ajoyib.